Chaqimchilikning ziyni. Masjidda chaqimchilar uchun duoga taklif qilingan bir kishi qisqagina bir vaqalikni so'zlab bergandan keyin duoga qo'l ko'taribdi. Vaqalik mundaq ekan. Yashangan bir ayolning xizmatkorga ehtiyoji tushib, bir qul setib olish uchun bozor aylanibdi. Oxirida bir qul bularga yarabdi. Xo'sh, bu qulning biz ko'rgandan boshqa biror aybi yo'qdi, deb so'rabdi setib olg'uchi. Bir tallam aybi bor, boshqa aybi yo'q. Qandaq aybi deysiz? Bu qulning chaqimchilik aybi bor. Ha, shundaqmi? Hechqisi yo'q. Biz yashangan ayolning cho'ng ishimizmi yo'q? Bizni kimgimi chaqa? Aldim. Shundaq qilib bu oila uyiga xizmatkor ilib, xil rohatga chiqib qoldi. Xizmatkormi uy egisini rozi qilgudek ishlab, xil ishonchisiga erishib, yillar o'tibdi. Vaqtning o'tishi bilan xizmatkorning ko'ni kesili qo'zg'alib, chaqimchilik qilg'usi kelib ketib, ayol xo'jayinining qashig'i berib, eringiz boshqa bir ayolni almoqchi bo'ldi, debdi. Er xo'jayinining qashig'i kelib, ayolingiz sizga qasd qilmoqchi ekan, men bayqab qoldim, debdi. Er ishonmabdi. Qul yana ayol xo'jayini bilan qolganda erining boshqa ayol almoqchi bo'lganligini eskartibdi. Qul ishonchisiga erishgan bo'lg'achqa, ayol xo'jayin qanday qilsam bo'lar deb maslahat so'rabdi. Qul debdi. Erlar rohatga chiqqandan keyin yosh ayollarga herisman kirdi. Şuna erinizning boshqa ayol almaslik uchun eringiz kechda uxlab qolganda bug'doyak tarafidan bir uchum saqlini to'ydirmay kesib olib saqlasangiz, eringiz sizdan hargiz ayrilolmaydi va boshqa ayolga ko'z qirinimi salmaydi, debdi. Ayol xo'jayin bumi bo'ladigan amal ekan, bugunlam shunday qilay debdi. Qul er xo'jayinning qishig'i kelganda, "Egim, ilgirimi sizga anglatmasam gunohkor bo'laman. Men sizga ilgirimi degan ayollar bugun oqshom sizlarni o'ldirmoqchi bo'lyotidi" debdi. Shuncha yil inoq oila qurgan ayolim meni bekordan bekor o'ldirmaydi. Bo'pti, sen menga bildirgan bo'lgandan kechda diqqat qilibroq yotay debdi. Al yotqu bo'lganda ayol erining bug'doyak tarafidan bir tutam saqlini kesish uchun o'tkir pichoqni tutib asta yaqinlashibdi. Er tehi uxlamagan ekan, ayol erining saqliga qo'l sungan hamon eri ayolining qo'lidagi pichoqni tortib olib ayoliga sanjibdi. Ayoli shu joyida o'libdi. Ayolning jasadi yerlikka qo'yilmay turib, jamoat taraf qisos uchun erni o'ldiribdi. Erning jamoati taraf qisos deb ayolning jamoatidan bir qancha kishini o'ldiribdi. Vaqalikni so'zlab bo'lgandan keyin iliq kishi chaqimchi xoinlar haqida badduo qildi. Jamoat birlikda yig'ilishib turib, amin deyishibdi. Aradan bir odam qopib, "Dod, men tövbe qildim. Men masjid ichidagi ahvolni yetkazib turatdim. Buningdan keyin hargiz undoq qilmayman" deb va'da qasamlarni berib, masjiddan chiqib ketibdi. Aslida u soqchilikdan pensiyaga chiqib, qirib o'lim yaqinlashgan bir odam ekan. Chaqimchilik shundoq illat. Hayvonlarmi o'ziga ravo ko'rmaydigan. Bu illatni faqat past insonlar o'ziga udum deb biladi. Chaqimchilik, xoinlik o'z millatiga qarshi ish qilish deganlikdir. Bularning tarixdan buyon davlati, millati, huquqi bo'lib boqqan emas. Chaqimchi xoinlar lalmi itga o'xshash kim bir non bersa, shuning uchun kuchuklanib yashab kelaylik. Ularning tarixida o'zining ishchini uchun onasi, ayoli, qizining iffat nomusini setib xarjlagan ishlar bor. Allah har bir sap aqidalik millat uchun jinini beradigan kishilarimizni xoinlarning, chaqimchilarning, munofiqlarning yomonligidan saqlasin. Amin.